Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana Johnny FC. Bugun sizlar bilan ukam bilan futbol o'ynab ko'ramiz. Birga bir. Hop. Men 106 overalldaman, chunki uning overall 108. Men 112 overallda o'ynasam, unga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun men u bilan 106 overallda o'ynayman. Hop. Unda boshladik. Hozir u qabul qildi. O'yin hozir boshlanadi. Men sizlarga sharhlovchilik qilaman. Bugun men bilan o'yinni tomosha qilasizlar, xo'p. Meniki kuchliroq demoqchi edim, faqatgina ataka menda kuchli ekan. Qolganlari ukamda kuchli ekan. Ko'ramiz. Kim yutadi? Ikkalamizga ham omad va kuchli g'alaba bo'lsin. Bilasizlar, men ikkinchi tarkibim bu. Va 12. Unda ham yaxshi o'yinchilar bor. McAllister, Dovyuk. Mayli. Nicholas Jackson o'yinni boshlab berar ekan. Hop. Luis Figo, Nicholas. Top Nicholasda olib ketmoqda. Hujumga qarab Cole orqaga oldi va pas bergan edi. Himoyachi pasni olib qo'ydi. Hop, mana bu yerda Dovyuk to'pni olib ketayotganda himoyachilarni olib qo'ydi. Va pas Nicholas Jackson. Top zarba. Afsus, shtankaga tegdi. Qanday qilib shtanka? Mayli, omad kelmadi. Hop. Keyingi hujum. Luis Figo. Jackson bu safar gol bo'ladimi? Yo'q, bu safar ham shtanka. Nima? Qanaqa? Shunchalik omadsiz bo'ladimi? Ikkinchi gol ham shtanka. Hop. Nicholas Jacksonga to'p. Telefonim qatyapti biroz. Uzr. Nimaga qaytayotganimni bilmayman. Yomon qatyapti. Qizib ketgan telefonim to'g'ri tushasizlar. Anchadan beri o'ynayotgandik. Xayolimga kelib qoldi. Ukam kelganiga bugun bir o'ynaylik deb. Cole ketmoqda. Mana bu yerda Cole to'pni oldirib qo'ymoqda. Afsus. Hernandez pas Cole'ning pasi o'tmadi. Hop, Dovyuk yugurmoqda. Shu Dovyukni kommentariyada yozsa, agar Dovyuk bo'lmasa, bu xatda olsam unaqa deyapsizlar, demaylar, kommentariyga yozinglar. Men shuni deb o'qiyman. Bilmadim, ismini kim qanaqa o'qiydi, bilganlar kommentariyaga yozib qo'yamiz. Hop, mana bu yerda to'p o'tib ketishi mumkin edi. Yung to'pni tortmoqda, lekin baribir to'p hujumda. Maldini to'pni olib qo'ydi. Luis Figo fintni o'tib keta olmadi. Bu fint ba'zida o'xshaydi, ba'zida o'xshamaydi, chunki aylanayotganda himoyachi to'sib qo'yishi mumkin. Hop, yana Dovyuk. Ammo Martin to'pni olib qo'ymoqda. Va birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Hop. Ikkinchi taym boshlanmoqda. Endi to'p ulardan. Hop, mana bu yerda telefonim qatib qoldi. Bolalar shunaqa ba'zi Telegramda SMS kelsa shunaqa qatib qoladi. Mavzu hop. Nicholas Jackson hujumda va gol. Nicholas Jacksondan gol. Ukam menga zo'rga tashlayapti, men ham tashlab qo'yaman. Gol urdik, yozib gol. Nima tashlab qo'yamiz? Nimaga yoqmadimi o'yinim? Mayli. Yana gol uramiz. Hernandez bu Tottidagi kartochkasi 104 kelgan. O'sha kartochka. Hop. Mana bu yerda pas o'xshamadi, afsus. Hop, undan hujum kutyapmiz va Martin to'pni olib qo'ydi. Hozir gol bo'lishi mumkin edi. Hop, yana McAllister to'pni olib qo'ydi. Gonzales to'p bilan, ammo Martinez yana to'pni olib qo'ymoqda. Cole. Fint o'xshadi bir marta. Ketdik. Hujumga ketyapmiz. Hujum. Gol bo'ladi deb o'ylayman va zarba. Pas o'xshamadi. Nimaga zarba bermadin pas? Pas bermoqchidim o'shana qoldi. Hop, mana bu yerda Cole Nicholas Jacksonga pas berdi. Nicholas Jackson shu yerdan zarba, afsus.
Rikoshet. Burada pas. Va yana hop mana bu yerda kimdir? Короче, o'sha to'pni bilan mana bu yerda Luis Figo afsus to'pni olib qo'ydi. Va hop bola mana bu yerda Dovyuk. Va yana to'p bizada, to'p hujumga qarab ketmoqda. Afsus McAllister to'pni to'xtatdi. Hop mana bu yerda McAllister to'pni olib qo'yishga harakat qilyapmiz, ammo ololmadik. Mana bu yerda hop kam zarba berdi. Afsus. Kosmosga qarab uchib ketdi. Hop. Singo kelmoqda. Singo himoyachi. Bilasizlar. Hop mana bu yerda Hatate, hop Nicholas Jackson Luis Figo yana bitta finta Nicholas Jacksonga pasni ketolmadi Singo. Singo ham yaxshi o'yin o'tkazyapti. Hop bolalar biza birinchi o'yinni o'z nihoyasiga yetdi. Va sizlarga yoqdi degan umiddaman va biz ikkinchi o'yinga o'tamiz. Bu ikkinchi o'yin. Hop men 112 overly accountimga o'tdim va men bu yerda ukam bilan endi 112 overly account o'ynayman. Ukam bu akkauntda ham bir o'ynay dedi. Hop dedim. 112 akkaunt bilan men kirdim va ukam bilan endi o'ynayman. Uning akkaunti 108 va meniki esa 112. Hozir kim kuchli? Bilib olamiz. Bu akkauntda ham men yutsam kerak, chunki 106 akkauntda ham yutdim va bu akkauntda ham yutaman deb o'ylayman. Hop, o'yin boshlandi. Meniki 110, 111, 112, 116, 107, 106. Qanday yutadi men bilmayman. O'zicha katta ketdi. Mayli, hop. O'yin boshlanyapti. Internet slablik qilyapti, o'yin kira olmayapti. Ukamniki internet yaxshi emas, kirdi. Hop. Birinchi meni akkauntim, hamma biladi bu akkauntni. Zaminada o'yinchilar bor, ularni ko'tarib akkauntga qo'ysak, 113 bo'lish ehtimoli bor. Hop. Marmush to'p bilan Aklovchiga pas berdi. Marmush olib ketmoqda to'pni. Hop, birinchi fint. Birinchi so'q qo'ydi. Hop, Biggo. Shu Baggo deyladimi? Biggo deyladimi? Shuni kametaga yozib qo'yamiz. Hozir hujum bo'lyapti. Hujumda Upamecano to'pni olib qo'ydi. Hujum foydali bo'lar edi kam tarafiga, ammo buni bartaraf etdim. Hop. Marmush to'p bilan ketib turgan edi. Hop, Marmush ukam xatolik qildi. Mana bu yerda pas Fofana. Fofana to'pni olib qo'ydi va zarba va gol. 13-daqiqada mana bu eng zo'r gol oldi. Ukam xato qildi. Ukamning xatosidan men foydalandim va Baratavonni tepaga olib chiqdi. Afsus, ukam birinchi golni o'ziga qabul qildi. Hop. Marmush to'pni olib qo'ygan edi, ammo McAllister to'pni undan oldin oldi va Fofanada to'p Fofana tezlik bilan o'tib ketmoqda. Hop, Fofana tezlik bilan va zarba va gol emas, afsus. O'sha yerda gol bo'lishi ham mumkin edi. Hop, mana bu yerda to'p Bellingham zarba hayotda bor. Mayli. Hop, to'pni darvozabon uzoq qochirib berdi, ammo to'pni men yana o'zimga oldim. Marmush o'sha yerdan zarba va yana Baratavon anchalik yaxshi o'ynayapti. Bilmadim. Anchagina yaxshi seyflarni qildi. Mana bu bundan oldingi shu seyf 108-9lar ham ololmasdi pasida, lekin bu o'shada omadi keldi ham deb o'ylasak bo'ladi. Hop, Bellingham to'pni oldirib qo'ydi. Robertson to'pni olishga harakat qildi, ammo qoida buzilishi mumkin agar tegsam va qoida buzilmadi, chunki vaqt taymer tugadi. Hop, Marmush yana to'pni oldirib qo'ydi. Baggo noto'g'ri pas. Hop, birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Hop, ikkinchi taym boshlanyapti. Hop, boshlandi. Hop. Fofana to'pni oldi va Fofana hujumga ketmoqda.
Mana bu yerda pas berish mumkin edi, ammo o'zi golga qaradi va boshlangan zarba ozgina noaniq bo'ldi, aniqlik kiritmadi. Hop, mana bu yerda hujum bo'lishi mumkin edi, ammo to'p To'g'uyevda. Upamecano to'pni olib qo'ydi va Marmushga pas. Marmush o'ng tomondan hujumga o'tmoqda, ammo ikkita himoyachi ham to'pni olib qo'ydi. Hop, McAllister to'p bilan edi, ammo to'pni olib qo'ydi. Fofana. Hop, Marmush gol bo'lishi mumkin edi, ammo Marmushga sariq kartochka berildi. Nima uchun bilmadim. Adashmasam o'yinchi itarib olgandan keyin jahl qildi. Hop, mayli. Mana bu yerda Osimhen Marmush o'rniga o'zgaradi. Marmush charchadi. Hop. Mana bu yerda Aklovchini almashtirish kerak bo'lgan vaqtda o'yin yo'qmayapti. Qanaqadir ishladi, faqat orqada o'ynayapti, oldinga chiqqani yo'q. Menda Olise bor. U hozirda kuchaytirilmagan. Agar 111 yo 112 qilsam, Olise'ni qo'yaman. Olise 5 ga 5 oyog'i. Mana bu yerda hozir yomon hujum bo'ldi. Ammo varatda Bondeheya hammasini o'z holiga qaytardi. Hop. Aklovchin Marmushga pas. Marmush yana xuddi o'sha fintadan qilib o'tib ketmoqchi edi, ammo himoyachi bu fintni o'zi tushunib bo'ldi. Modric yana Marmushga pas, ammo Marmush to'pni o'g'irib qo'ydi. Fofana to'p. Bola Marmushni o'ynatsangiz bo'ladigan 800 to'p. Adashmasam 500 ta yo 800 ta edi. Token. Hop, telefon yana qaytadan SMS keldi. Hop, Malbaki to'p bilan va zarba. Va gol bolalar, ikkinchi gol Baki. Bolalar telefon qaytayotgani uchun men uzr so'rayman. Telefon birinchidan ham qizigan, ham SMS kelyapti. Hop. Bakidan chiroyli gol bo'ldi. 2-0. Chiroyli gollar. Qoyil. Fofana to'pni bergizib qo'ydi. Baki to'p bilan afsus. O'yin o'z nihoyasiga yetdi. Chiroyli gol bo'ldi. Ikkita gol. Qoyil. Hop, o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Hop, anchagina kuchli va zo'r o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna esdan chiqmasin. Kommentariyalarni portlatib olinglar va 5 ta like va men yangi Open Pack videoni qo'yaman. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va like men uchun muhim bolalar. 5 ta like va yangi Open Pack sizlarni kutyapti. Juda ham zo'r Open Pack bo'lgan. Videosi tayyor, 5 ta like bo'lishi bilan qo'yaman va men buni 2-iyul kuni olyapman. 3-ertaga, ya'ni ertaga yangi event keladi. Defense nimadir degan. Tilim kelishmayapti. Hop, sizlar bilan Johnny FC bo'ldi. Keyingi Open Packlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.